Bu yana qanaqasi? Real Madrid Mestallada yutdi. Ammo bu o'yin javoblardan ko'ra savollarni ko'proq qoldirdi. Assalomu alaykum. Bugun biz La Ligadagi juda muhim bahs, Valensiya va Real Madrid o'yinini tahlil qilamiz. Agar siz ham Real Madrid muxlisi bo'lsangiz va jamoaning chempionlik yo'lidagi har bir qadamini diqqat bilan kuzatib borayotgan bo'lsangiz, hoziroq videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Bu biz uchun juda muhim. Uchrashuv tungi soat 01:00 da Valensiyaning mashhur Mestalla stadionida bo'lib o'tdi. Tarkiblar oldindan ko'p savollarni keltirib chiqargan edi. Real Madrid Vinicius Junior, Jude Bellingham va Rodrigo kabi asosiy hujumchilarisiz maydonga tushdi. Shunga qaramay, jamoa 4-4-2 sxemasida o'yinni boshladi. Valensiya ham 4-4-2 tizimida harakat qildi va dastlabki daqiqalardanoq past blokda himoyalanishni tanladi. Birinchi taym juda ehtiyotkorlik bilan o'tdi. Real Madrid top nazoratini qo'lida ushlab turgan bo'lsa-da, hujumda odatdagidek o'tkirlik yetishmadi. Vinicius va Bellingham yo'qligi yaqqol sezildi. Chap qanotda individual bosim bo'lmadi, markazda esa Mbappe ko'pincha ikki himoyachi orasida qolib ketdi. Valensiya esa asosan qarshi hujumlarga tayandi, lekin birinchi bo'limda darvozaga aniq zarba bera olmadi. Birinchi taymga 2 daqiqa qo'shib berildi va hisob o'zgarmadi. Ikkinchi bo'limda o'yin tempi biroz oshdi. Real Madrid asta-sekin raqib jarima maydoniga yaqinlashib bordi. 65-daqiqada uchrashuv taqdirini hal qilgan lahza yuz berdi. Alvaro Carreras individual harakat bilan himoyachilarni ortda qoldirib hisobni ochdi. Bu gol kombinatsion hujumdan ko'ra futbolchining shaxsiy mahorati evaziga keldi va aynan shunday epizodlar chempionlik uchun kurashayotgan jamoalar uchun haluvchi bo'lishi mumkin. Goldan so'ng Valensiya oldinga chiqishga majbur bo'ldi. Bu esa Real Madridga bo'sh zonalar qoldirdi. Mbappe butun o'yin davomida qattiq nazorat ostida bo'lganiga qaramay, oxirgi daqiqalarda o'z imkoniyatini topdi. Qo'shimcha vaqtda fransuz hujumchisi gol urib, hisobni 2-0 ga yetkazdi va uchrashuvga nuqta qo'ydi. Ikkinchi bo'limga 4 daqiqa qo'shib berildi. VAR aralashuvi yoki qizil kartochkalar bo'lmadi. Statistikaga qarasak, Real Madrid 60% top nazoratiga ega bo'ldi. Kutilgan gollar ko'rsatkichi 1.03 xG atrofida bo'ldi. Bu esa hujumda hali ham muammolar borligini ko'rsatadi. Valensiya esa atigi 0.44 xG bilan cheklandi. Himoyada Kamavinga va Chouameni barqaror o'yin ko'rsatdi. Bu esa jamoaga muhim 3 ochkoni olib kelishda katta rol o'ynadi. Bu g'alaba bilan Real Madrid La Ligada ketma-ket 7-marta zafar quchdi va chempionlik poygasida Barselonadan atigi 1 ochko ortda qolmoqda. Ammo shu bilan birga bu o'yin bir haqiqatni ham ko'rsatdi. Vinicius va Bellinghamsiz hujum chizig'ida ijod yetishmayapti va jamoa ko'proq individual lahzalarga tayanishga majbur bo'lyapti. Xulosa qilib aytganda, bu professional, sovuqqon va hisobni ushlab olgan g'alaba bo'ldi. Real Madrid chempionlik uchun yetarlicha tajribaga ega ekanligini ko'rsatdi. Lekin oldinda yanada kuchli raqiblar bor. Sizningcha Vinicius va Bellingham qaytmaguncha Real Madrid shu uslubda chempionlik poygasini davom ettira oladimi? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring.